O'zgani qiyin ahvolga solib, moddiy qiymatliklar va boshqa buyumlarni berishga majburlash tovlamachilik bo'lib, jabrlanuvchiga zo'rlik ishlatish, sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatish, mulkiy manfaatlar berishga majburlash va boshqa harakatlarda ifodalanadi. Qo'qon shahrida sodir bo'lgan holatda ham insoniy munosabatlarni unutib, jabrlanuvchini ilojsiz ahvolga solib, undan muntazam pul undirib kelgan jinoiy to'daning harakatlariga chek qo'yildi. Ma'lum bo'lishicha, gumonlanuvchilar G'ofurov Karimjon Vohidjonovich, Jo'rayev va Zilola Muhammadovni 2026-yilning fevral va mart oylarida aynan mazkur jinoiy ishning jabrlanuvchisiga nisbatan qarz oldi-berdisi ortidan huquqbuzarlik qilishganligi uchun Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qonuniy ta'sir choralari ko'rilgan, ammo ular bundan to'g'ri xulosa chiqarmagan. Ma'lum bo'lishicha, yuqoridagi kimsalar 2025-yilning dekabr oyidan boshlab jabrlanuvchiga 90 ming AQSh dollari pullarini berishib, mazkur pullarni oz emas, naqd 842 ming AQSh dollari qilib qaytarishini talab qilishgan. Qariyb 10 baravarga oshirilgan pullarni qaytara olmay qolgan jabrlanuvchini sovuq qurol bilan o'zi yoki oila a'zolariga zarar yetkazish bilan qo'rqitishgan va zo'ravonlik qilib muntazam pul undirib kelishgan. Shuningdek, Abilov Jamoliddin Shamsiddin o'g'li hamda Asqarov Sahobiddin Saminjon o'g'li mazkur uyushgan jinoiy guruhda pul undiruvchi vazifasini bajarishgan. Gumonlanuvchilar G'ofurov va Jo'rayevalarning yashash xonadoni va ish joylarida o'tkazilgan tezkor tadbirda 2 dona pnevmatik to'pponcha, ko'zni yoshlantiruvchi gaz ballon, pichoq va boshqa buyumlar mavjudligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, uyushgan guruhning barcha a'zolariga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham ushbu shaxslardan jabrlangan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'ladi. Ogoh bo'ling.